Assalomu alaykum. Men Toshkent kimyo texnologiya instituti neft gazni qayta ishlash kimyoviy texnologiyasi kafedrasi 22-23 guruh talabasi Keldiyorov Oybekman. Mening bugungi mavzuyim neftni atmosferali haydash qurilmasi texnologik sxemasi. Neft 8-nasos orqali 10-11 issiqlik almashtirgichlarga o'tadi va bu yerdan oddiy kolonnadan chiqadi. Havo sovutgichi va suv orqali sovutilib separatorga jo'natiladi. Separatordan gazlar ajralib chiqadi va sug'orish maqsadida benzin ham oddiy kolonnaga kelib tushadi. Neftimiz birinchi nasos orqali isitgich pechiga jo'natiladi va u yerda 360 gradusgacha qaynatiladi va bu yerdan murakkab rektifikatsion kolonnaga o'rta qism bo'yicha jo'natiladi va bu yerdan qaynash fraksiyalariga qarab ajratiladi. Dastlab gazlar aralashmasi oddiy kolonnadan va murakkab rektifikatsion kolonnadan og'ir benzin fraksiyasi tepa qismdan ajralib havoli sovutgich, so'ngra suvli sovutgich orqali separatorga boradi va separatordan ma'lum bir qismi, ya'ni gaz bo'lib ajralib chiqib ketadi va yana bir ma'lum bir qismi og'ir benzin fraksiyasi bo'lib ajralib chiqadi. Undan keyin kerosin fraksiyasi ajralib chiqadi. U stripin kolonnasi orqali murakkab rektifikatsion kolonnaga bir qismi jo'natiladi va yana bir qismi 21-nasos orqali issiqlik almashtirgichlari, havoli sovutgich va suvli sovutgich orqali ajralib chiqib ketadi. Xuddi shunday dizel yoqilg'isi ham xuddi shu kerosinniki bilan bir xil darajada jarayonda ajralib chiqadi. Va kolonnaning tagi qismidan mazut ajralib chiqadi. Ya'ni 29-nasos orqali issiqlik almashtirgichi, havoli sovutgich va suvli sovutgich orqali ajralib chiqadi. Ya'ni shunda jarayon ham o'z nihoyasiga yetadi.